Bir daqiqa ichida sizga ideal motivatsion xatni qanday yozish kerakligini ko'rsataman. Undan oldin esa menga obuna bo'lishni unutmang. O'zim mustaqil ravishda top 62-o'rinda turadigan universitetga o'qishga kirganman va bir nechta to'liq grantlarni qo'lga kiritganman. Motivatsion xatim esa bunda muhim rol o'ynagan. Agar siz ham kuchli motivatsion xat yozmoqchi bo'lsangiz, avvalo universitet va dastur haqida yaxshilab tadqiqot qiling. Universitetning rasmiy saytini o'rganing, dastur, universitet qadriyatlari, professorlar, ularning tadqiqotlari va sizga qiziq bo'layotgan loyihalarni yozib oling. Keyin esa bu ma'lumotlarni o'z tajribangiz bilan bog'lang. Universitetdagi sizga qiziq bo'lgan kichik klublarni ham izlab chiqing. Masalan, universitetda futbol yoki tennis klubi bo'lsa, bu haqda ham yozing. Klubga qo'shilishga ishtiyoqingiz borligini ko'rsatib o'ting. O'zingiz uchun 3 ta savol bering. Nega aynan shu dasturda o'qimoqchisiz? Nega aynan mana shu universitet va nega aynan siz? Har bir javobingizni real tajriba, loyihalar, yutuqlar va kelajakdagi maqsadlaringiz bilan asoslab chiqing. Universitetni shunchaki maqtamang. Bu universitet juda ham yaxshi, men uchun ideal kabi umumiy gaplarni o'rniga nega aynan shu universitet sizga mosligini ko'rsating. Motivatsion xatni esa albatta kuchli kirish qismi bilan boshlang. Keyin asosiy fikrlaringizni mantiqiy tartibda ochib bering va oxirida esa ishonchli xulosa qiling. Birinchi draft mukammal bo'lishi shart emas. Avval barcha fikrlaringizni yozing, keyin esa keraksiz gaplarni olib tashlab, matnni qisqartiring va fikrlar orasidagi bog'liqlikni kuchaytiring. Eng muhimi, xatingiz o'zingizni aks ettirsin, fikrlaringiz va aynan shu dasturga mosligingizni ko'rsatadigan matn.